Assalomu alaykum. Hammaga tanijoyinglar sog'mi? Charchamay. Biz ham Xudoga shukr tepaga chiqib oldik. Mana bitta birinchi sloyni almaturasini tashladik deb. Juda ham shunaqa havolarimiz juda zo'r. Fasodchilar ham ishlashyapti bizda. O'tgan safar video qo'ygandim. Blog haqida ko'pchilik bizda blogdan uy quradi. Endi bu biz Rossiyada ishlayapmiz. Shunaqa videolar ko'rganman. O'zbekistondagi bloglar ko'pi gipsdan quyib qo'yapti. Uni bilmasdan oddiy aholi uy qurib olyapti, tom yopib olyapti, keyin devorlari yorilib to'kilishni boshlayapti, nima qilishini bilmayapti. Shuning uchun aholi ko'rsin, bilsin degan maqsadda chiqaryapmiz bu videoda. Iloji boricha sifatli, yaxshi bloglar tanlash kerak qurishdan oldin. Bloglarimiz endi bu zavодskoyda ximikat qo'shadi. O'zimiz ancha harakat qilib ko'rdik. Bir qarindoshim bor Avazbek degan, billa pudra qo'shilar ekan, pudrani o'zimizdan topolmadik. Pudra qo'shib qandaydir soda ximikat qo'shsa reaksiyaga kirishib, bir paqir loyiz 2 paqir bo'lar ekan. Shunaqa qilib harakat qilamiz deb yo'q topolmadik. Bizda yo'qolib ketgan ekan pudrasi. Iloji boricha ko'rib bilib blog ishlardi. Iloji boricha zavodnikini kursinglar yaxshi bo'ladi. Akalarimiz yig'ishtiryapti. Armaturasi birinchi sloyni 30 ga 30 to'qiymiz. Ustidan yana bir sloy to'qiymiz. 30 ga 30 bo'lib. Shunda 15 ga 15 bo'lib 5 sm ko'tarib svorka qilsak karkas bo'ladi. Tayyor. Shunaqa qilib beriladi. Ancha, lekin o'zimizdan ko'ra jinday sifatga e'tibor beradi biz bu yerda. Komissiya keladi, har bitta ishlarimizni tekshirib oladi. Betoni 350 marka qo'yamiz monolitga. Pastga, nolga, stяжкаlarga 200 marka. Markasini tekshirib ko'radi. Armaturamiz 12 yillik. 12 yillik armatura, 2 sloy to'qiladi mana qilib 30 ga 30 bo'lib. Videoni qo'yishdan maqsad iloji boricha ko'pchilik bilsin, ko'rsin deb. G'ishlarni shoflari bizda ancha ochiq qolib ketadi. Keyin uni bilmagan aytadi suvoda. Suvo yopib boradi, suvo yaxshi ushlaydi deydi. Yo'q. Bu teshiklarni hammasidan sovuq kiradi. Iloji boricha shoflarni to'ldirib urgan yaxshi. Bu usta akalarimiz biladi. Lekin jinday vaqt oladi. Shuning uchun iloji boricha to'ldirib mana qilib urgan yaxshida. Keyin suvoq qilasiz. Suvoqni ushlash unaqa emas, muammo emas. Suvoq ushaladi. Suvoq buni ursangiz orasidan havo kirmaydi, ichkariga issiq sovuq ancha uy svetok issiqda ancha sovuqni o'tkazmaydi. Blokqa kelsak, blok zo'r narsa. Agar bizda bo'lib qolsa, aholi ancha maza qilib bo'ladi O'zbekiston. Shu 30ligi mana 30ligi, -30 gradusga ushlaydi. Bez utupleter, hech qanaqa utupleter qilmagan holatda. Ish tugatdik. Xudo xolasa qaytamiz endi. Iloji boricha ko'rganlar, bilganlar like bosib tarqatib yuborasizlar.
obuna bo'lmaganlar iltimos obunani ezib qo'yasizlar. Iloji boricha shunaqa foydali maslahatlar anaqalar videolar chiqarib turamiz xudo xohlasa. Biz endi shu yerda qurilishda Rossiyada ishlaymiz. Ishimiz shu 20 yildan beri. Ko'proq Rossiyada noldan shunaqa obyektlar olib noldan quramizda. Hali ichkarida maytga zaborlar qilamiz, xudo xohlasa videolarni qo'yamiz. Aylanpasiga zabor, chiroyli zabor proyektini ko'rdik. Ustunlari ana har bitta beti stalbalari g'ishtdan urilib, list qatiriladi, chiroyli, ancha chiroyli fason. G'ishtlari ham chiroyli. Dekorativniy g'ishtlar, ancha chiroyli g'ishtlar. Xudo xohlasa qo'yamiz. Mayli, sog' bo'linglar.